Birinchi ma'ruzamiz ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlar va ularni hisoblash. Determinantlarning asosiy xossalari minor va algebraik to'ldiruvchilar, n'inchi tartibli determinant haqida tushuncha, yuqori tartibli determinantni hisoblash usullari. Amaliyotda n'inchi tartibli determinant qaralganmi yo'qmi? O'tganmi yo'qmi sizlar? N'inchi tartibli. Yo'q. Bo'lmadi. Harakat qilaman n'inchi tartibli determinantni ham tushuntirishga. Uzr. Birinchi va ikkinchi tartibdagi determinantlar. Mana shu yerda birinchi tartibdagi determinant ko'rsatilgan. Shunaqa ham belgilanadi, shunaqa ham belgilanadi. Bu ikkinchi tartibli determinant. Birinchi tartibli determinant o'zi sondan iborat bo'ladi va shu songa aytiladi. Tarif bo'yicha birinchi tartibdagi determinant quyidagi A songa aytiladi. Bu belgilanish. Bu modul emas, bu determinant. Ikkinchi tartibdagi determinant quyidagi mana shu jadval orqali yozilgan yoki jadval formadagi songa aytiladi va quyidagicha hisoblanadi. Hisoblanishni o'zi bilasizlar. Chapdan o'ngga, tepadan pastga har doim musbat olinadi. O'ngdan chapga, tepadan pastga qaralganda manfiy olinadi. A11, A12, A21, A22 sonlar determinant elementlari deb ataladi. Hisoblash sxemasi mendan zo'r bilasizlar. Menimcha hozir o'sha bir nechta determinant hisoblagansizlar. Keyingi misollardan xossalarga to'xtab o'tilgan bo'lsa, mana shu determinantda aytsangiz qaysi xossani ishlatdim, yaxshi bo'lar edi. Bu oddiy determinant. Bir to'rga ko'paytirib, unda 2 ni 3 ga ko'paytirib ayirdim. -2 chiqdi. Quyidagi determinantda nimaga u 0 ga teng? Kimdir aytib qolishi mumkinmi, yo'qmi? Nimaga mana shu determinant 0 ga teng? Xossalarni qarab chiqdinglarmi, yo'qmi? Amaliyotda. Men auditoriyaga savol berdim. Javob berganingiz zo'r bo'ladi. Ma'ruzayman boshqacha o'rinda o'tadi. Xossalarni ma'ruzada tushuntiradi dedilar. Bo'ldi, men so'radim. Mana shu determinantga yaxshilab qaranglar. Men quyidagi keyingi misollarni faqat xossalarga moslab qo'ydim. Mana shu determinantda birinchi va ikkinchi qator bir xil. Ko'rinyaptimi? Ikkita bir xil qator yoki ikkita bir xil ustun bo'lganda determinant 0 ga teng bo'ladi. Bu juda oddiy misol, shu xossaning nimasiga, ko'rinishga, ko'rsatishga. Bir xil ikkita qator. Bir xil qator bo'lganda ikkinchi tartibli determinantda ham, uchinchi tartibli determinantda ham o'sha determinant 0 ga teng bo'ladi. Quyidagi determinantga o'tamiz. Mana shu birinchi determinant turibdi va uchinchi determinant turibdi. Farqi nimadan iborat? Mana shu ikkita determinantda. Mana shu determinant va mana shu determinant. Sonlar joy almashgan. Ha? Joylar almashgan, ha? Joylar almashgan sonlar. Birinchi qator birinchi ustun bo'ldi. Ikkinchi qator ikkinchi ustun bo'ldi. Ustun bo'ldi. Ustunlar qatorlarga aylangan va determinantning nimasi o'zgarganmi, yo'qmi? O'zgarmagan. O'ziga teng qolgan. Bu ham xossa. Agar determinantning qatorlarini ustunlarga almashtirsak, determinant o'zgarmaydi. Bu ham xossa. Keyingi xossa. Mana birinchi determinant va oxirgi determinant.
farq nimadan iborat? Mana shu determinant va mana shu determinant. Nima o'zgargan? Satrlarini joy almashgan. Satrlarni teskarisiga almashgan. Determinant O'rinlari bilan nima almashindi. bo'ldi? Manfiy bo'lgan edi. Manfiy son musbat bo'ldi. Musbat songa aylandi. Ishorasi o'zgardi. Tushunarli-a? O'zgarganda ustunlarni ham o'zgartirsam, xuddi o'sha narsa bo'ladi. Determinantning ishorasi o'zgaradi. Bu ham xossa. Keyingi xossa. Bu xossa emas, bu determinant. Birga teng determinanti. Shu xossalarni ishlatdim. Keyin birga teng determinantni yozmoqchi edim, yozdim, topdim. Topish juda oson. Keyin yana bitta narsa esimga tushdi. O'sha determinant nimaga teng? Birga. Bu ham birga teng. Qoida bo'yicha yozsak, birga teng bo'ladi. Keyingi misol. Bu determinant 0 ga teng. Bu determinantda birinchi ustun faqat 0 lardan iborat. Determinantga satr yoki determinantda satr yoki ustun 0 dan iborat bo'lsa, o'sha determinant 0 ga teng bo'ladi. Bu ham xossa. Keyingi xossa. Bu bo'sh diagonal deyiladi. Tepadan pastga, chapdan o'ngga. Ikkinchi tartibli determinantda ham, uchinchi tartibli determinantda ham, to'rtinchi tartibli determinantda ham bo'sh diagonal pastida. Unga yo'lat oxirida. Alisher. Gap ma'ruza bo'yicha yoki umumiy gapmi? Mana shu qaraylik. Bo'sh diagonali pastida yoki bo'sh diagonali tepasida hamma elementlar 0 ga teng bo'lganda determinant qanaqa hisoblash mumkin? Determinantning qiymati bo'sh diagonalda turgan elementlar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Mana shu bo'sh diagonalda 3 va 2 turibdi. 3-chi tartibli determinant bo'lganda, shu yerda ham yana ikkita 0 bo'lsa, shu yerda davomida yana bitta son bo'lsa, uning qiymati ham bo'sh diagonalda turgan elementlar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu ham xossa. Quyidagi determinantni hisobladim. 3, 15, 1, 2. O'sha determinantda nima bor? Mana shu birinchi ustunga qarasak. Umumiy ko'paytuvchi bor, ha? Bor. 3 ham 15. Mana shu 3 ga o'sha ustun elementdagi bo'lsam, qaysi determinant chiqadi? O'sha determinant -3 ga teng bo'ladi. O'sha determinantning qiymatini 3 ga ko'paytirsam, -9 chiqadi. Ustundagi yoki qatordagi umumiy ko'paytuvchi determinantdan chiqadi. Mana shu -9 bo'ladi. Qanaqa? -3 ni 3 ga ko'paytirsak. Tushunarli-a? Tushunarli. Keyingi determinant. Mana shu determinant bu determinantdan nimaga farq qiladi? Ishorasiga. Ishorasiga, nimaga ishorasiga? Mana shu birinchi ustunni, men faqat birinchi ustunni, elementlarni -1 ga ko'paytirdim. Determinant o'zini emas, faqat birinchi ustunni ko'paytirdim -1 ga. Ishorasi ham o'zgardi. Ishorasi o'zgardi nimaga? Chunki men -1 ga ko'paytirdim. -2 ga ko'paytirganimda determinantning qiymati ham -2 ga ko'paytirilgan bo'lar edi. Tushunarli-a? Bu ham tushunarli. Keyingi xossa. Mana shu ikkita determinantning qo'shdim. O'sha ikkita determinantda ikkinchi ustun bir xil. Birinchi ustundagi elementlar har xil. O'sha determinantning birinchi determinantning qiymati -3 ga teng, ikkinchi determinantning qiymati -1 ga teng. Qo'shdim -4 bo'ldi. Endi mana shu determinant
Mana shu ikkita determinantlar bo'yicha qanaqa olsa bo'ladi? Qarang, birinchi, ikkinchi, uchinchi. Uchta determinantda ham ikkinchi ustun bir xil. Endi o'sha ikkita determinantga qarasak, birinchi ustundagi elementlarga mana shu birinchi ustundagi elementlarni qo'shsak, nima paydo bo'ladi? 1 ga -2 ni qo'shsak -1 bo'ladi. 5 ga -3 ga qo'shsak 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. Bu ham determinantlarning xossalaridan biri. Yoki bitta ustun, yoki bitta satr elementlar yig'indilaridan mavjud bo'lsa, ular u holda mana shunaqa determinantlar yig'indisiga teng bo'ladi. Mana shu har bitta element mana shu ikkita qo'shilovchidan iborat bo'ladi. 1 ga -2 ni qo'shamiz, 5 ga -3 ni qo'shamiz. Xuddi shu xossaga keyingi mana shu yerda o'zgartirdim, 5 ni o'zgartirdim. Mana shu 5 ni o'zgartirsam, shu yerda 10 bo'ldi. Qiymati ham o'zgardi. Tushunarli? Tushunarli. Yaxshi. 3-tartibdagi determinantlar. 3-tartibdagi determinantlar bo'lsa, mana shu uchburchak usuli. Uchburchak usulini menimcha sizlar o'tgansizlar. Mana shunaqa belgilanadi. 3-tartibli determinant hisoblanadi bir nechta usul bilan. Kamida 3 ta usulni hozir o'tamiz. Qanaqa hisoblanadi? Va nimadan boshlaymiz? Tarifidan boshlaymiz. 3-tartibdagi determinant quyidagi mana shu formada yozilgan va mana shu songa teng bo'lgan, mana shu songa aytiladi. Men shu 3-tartibdagi determinantni uchburchak usulida ochdim. Uchburchak usulini qanaqa tushunsa bo'ladi, qanaqa yodlasa bo'ladi. Mana shu 3-tartibli determinant. Birinchidan bo'sh diagonalni belgilaymiz. Mana shu yana chapdan o'ngga, tepadan pastga har doim plusli bo'ladi, har doim musbat bo'ladi. Keyin ikkita uchburchak yasaymiz. Qanaqa uchburchak? Ularning asoslari mana shu bo'sh diagonaliga parallel bo'ladi. Mana bitta uchburchak, mana asos bo'sh diagonaliga parallel. Mana ikkinchi uchburchak. Uni ham asosi ham parallel. Bo'sh diagonaliga parallel. Bu plusli bo'ladi, musbat bo'ladi. Manfiy qanaqa topamiz? Bu teskari. Teskarisida xuddi shunday ikkita uchburchak hosil qilamiz va minusli bo'ladi, manfiy bo'ladi. Qanaqa hisoblasa bo'ladi? Men shu determinantni oldim. O'sha determinantdan qarasanglar, qaysi tartibda men sonlarni yozdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O'sha determinantni men bir marta hisoblaganimdan keyin meni esimda o'sha determinant qoldi. Hozirgacha. Nimaga qoldi? Hozir tushunasizlar. Mana men bo'sh diagonalni belgiladim va unga teskarisini belgiladim. Hamma narsani ko'paytirib hisoblasak, shu yerda ochib yozdim. Shu yerda ko'paytirdim. Qo'shganda ayirganimizda 0 chiqadi. Eslaringizda ham qolsa juda yaxshi narsa bo'ladi. Qaysi tartibda yozilgan yoki satr bo'yicha yozasiz yoki ustun bo'yicha yozasiz. Chunki baribir determinant qiymati o'zgarmaydi-ku. Baribir o'sha determinant 0 ga teng bo'ladi.
Shu yerda bitta sonni o'zgartirsangiz, o'sha determinantning qiymati ham o'zgaradi. Ba'zi hollarda bitta sonni o'zgartirganimizdan keyin determinant qiymati o'zgarmaydi. Bu xossalarga ko'ra yoki determinant o'ziga ko'ra. Ikkinchi usul. Qanaqa hisoblash mumkin? Mana determinantim bor. Determinantga yoki birinchi va ikkinchi ustunni qo'shib yozaman yoki birinchi va ikkinchi satrni qo'shib yozaman. Keyin mana shu uchta elementdan iborat bo'sh diagonalga parallel nimasi bo'lsa, uni belgilaymiz. Mana yozdim. Ketdi. Shu yerda ikkita element, uchta elementni qilsa bo'lmaydi. Shu yerda ham bitta element. Mana birinchi ketdi. Uchta element belgiladim. Keyingisi uchta. O'sha. Yana keyingisi uchta. O'sha mana shu uchtadan element uchta ko'paytma bo'ladi. Yana eslatib olaman. Chapdan o'ngga, tepadan pastga. U musbat bo'ladi. Xuddi shunday ularga teskarisi olganimizda nima bo'ladi? Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi xohlasangiz chapdan o'ngga xohlasangiz, o'ngdan chapga belgilasangiz, mana shu manfiy bo'ladi. Tushunarli? Tushunarli. Qaysi usul eshityapman? Tushunarli. Yaxshi. Qaysi usul sizga qulay bo'ladi? Menga baribir. Hisoblashni bilsanglar, yaxshi. Mana shu usulga misol musbat olganimizda mana shu uchta ko'paytma bo'ladi. Ularni qo'shamiz. Keyin manfiyni belgilaymiz. Ayiramiz. Natijada 18 bo'ladi. Tushunarli? Ikkita usul ham tushunarli. Yaxshi ham amaliyotdan keyin ma'ruzamga keldinglar. Bu yana nimadan? Internetda olganman. Mana shu rasmlarni. Bu ham prosta eslaringizda qoladi. Sota plusli ko'rsatilgan, sota minusli ko'rsatilgan. Mana shu determinantning qiymati 14 ga teng bo'ladi. Shu yerda ustunlar emas, satrlar qo'shilgan. Satrlar qo'shilgan xuddi shunday uchtadan iborat bo'lgan bo'lsa, bu musbat, chapdan o'ngga, tepadan pastga, o'ngdan chapga bu manfiy. Yana internetda yurganimda mana shu misolni topdim. Nimaga topdim? Bu ham determinantni hisoblash, lekin o'sha determinant qaysidir geometriya masalasiga to'g'ri keldi. Shu to'g'risida xohlasanglar shu adres bo'yicha topsa bo'ladi. Nima qilingan, qanaqa qilingan, ingliz tilini kim yaxshi zo'r biladigan odam bo'lsa, chunki sizlarda baribir ingliz tilini yaxshi biladigan odamlar ko'p bo'lishi kerak. Bemalol o'qisa bo'ladi. Keyingi tushuncha minor. Men minorni umumiy qilib kirityapman. Chunki ikkinchi tartibli determinant uchun minor bo'ladi, uchinchi tartibli, n'inchi tartibli. Men umumiy olgan holda tarifini beryapman. N'inchi tartibli determinantdagi A, I, J elementning minori deb quyidagi. Mana shu yerda o'zbek tilida yozganimda o'zim yozdim, sal qiynaldim. Noto'g'ri yozgan bo'lsam uzr so'rayman, lekin to'g'ri yozgan bo'lsa rahmat deyman. Determinant o'zida i'inchi qator va j'inchi ustun qator bu satr deb qabul qilinglar. O'chirilgandan keyin hosil bo'lgan n-1 tartibdagi determinantga aytiladi. Minorslarda o'tilganmi yo'qmi amaliyotda? Yo'q, o'tilmagan. O'tilmagan? Bo'lmasa hozir misolda ko'rsataman. Bizda n'inchi tartibli determinant bor. N'inchi tartibli determinantdan bir nechta minori bo'ladi. Har bitta minor bizda o'zimizda n'inchi tartibli determinant bo'lsa, har bitta minor
n-birinchi determinant n-birinchi tartibdagi determinant bo'ladi. M ij belgilanadi. Minor so'zidan faqat birinchi harf qolgan va 3-chi tartibli determinantni olsak, M11 A11 elementning minori men birinchi satrni va birinchi ustunni o'chirsam, hosil bo'lgan determinantga o'sha A11 elementning minori deyiladi. Mana birinchi satrni, birinchi qatorni o'chirdim. Bizda nima qoldi? A22, A23, A32, A33. Ikkinchi tartibli determinant qoldi. Mana shu ikkinchi tartibli determinantni olsam, ular o'sha ichida 4 ta element bo'lsa, har bitta elementning minori bor. Masalan, M22 olganimizda, mana shu determinantni mos bo'lgan minorni olsak, birinchi satrni o'chiramiz, birinchi ustunni o'chiramiz, faqat bitta element qoladi. Tushunarli? Determinant paydo bo'lsa, minori tartibi birga pasayadi. M12 ni olsam, birinchi satr, ikkinchi qator o'chiriladi. Mana birinchi satr, ikkinchi qatorni o'chirsak, nima qoladi? 1, 2, 3, 4 element qoladi. A21, A23, A31, A33. Bu minor. Determinant har bitta element uchun o'zi minor bor, mavjud bo'ladi. M23 ni olsak, ikkinchi satr bilan 3-chi qatorni, 3-chi ustunni o'chirdim va hosil bo'lgan determinantni yozdim. Minordan keyingi tushuncha, undan oldin men shuni ko'rsatmoqchi edim. Esimdan chiqdi, uzr. Mana shu birinchi tartibdagi minorlar paydo bo'ldi. Ikkinchi tartibli determinant uchun uning minorlari birinchi tartibdagi determinant bo'ladi. Bitta sondan iborat bo'ladi. Shu yerda ham minor tushuncha ishlatiladi. Keyingi tushuncha algebraik to'ldiruvchi ham shu yerda ishlatiladi determinantlar o'zida. Keyingi vektor ko'paytmani o'tganimizda ham uni ishlatamiz. Keyingi tushunchamiz algebraik to'ldiruvchi. Algebraik to'ldiruvchi qanaqa paydo bo'ladi? Bizda har bitta element uchun uning minori bor. O'sha minorning -1 darajasida i plus j ko'paytirganda elementning algebraik to'ldiruvchi bo'ladi. Mana shu -1 i plus j darajada qachon 1, qachon -1 ni beradi? Kim menga ayta oladi? Juft darajasi. Juft darajasida 1, juft darajasida -1 ni beradi. To'g'ri aytasiz. Agar indekslar yig'indisi juft bo'lsa, algebraik to'ldiruvchi minorga teng bo'ladi. Agar to'q bo'lsa, ishoralar ularda har xil bo'ladi. Faqat ishoraga farq qiladi. Masalan, 3-chi tartibli determinant uchun mana shu yerda indekslar yig'indisi juft 2 ga teng. Mana shu A11 M11 ga teng bo'ladi. A12 ni olsak, o'sha -1 3-chi darajada teng bo'ladi. 3-chi darajada bo'ladi. Shu yerda minus paydo bo'ladi. Mana shu determinantda birinchi va ikkinchi ustunni joylar bilan almashtirsam, shu yerda minus, o'sha minus ketadi determinant ichiga. Bu tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli. Chunki vektor ko'paytmasida o'sha narsani men ishlataman berganimda. Keltirilgan ikkinchi tartibli determinant uchun bu yerda ishora o'zgarmaydi. Minori o'ziga teng bo'ladi. A11, A22,
A1 2 va A2 1 bo'lsa, ishorasi o'zgaradi. Tushunarli? Tushunarli. Mana shu narsa kimdir biladimi, yo'qmi? Ko'rsatilganmi, yo'qmi? Determinantni o'zini tekshirish uchun bemalol Excel'da hisoblasa bo'ladi. Nima qilamiz? Excel baribir rus tilida, o'zbek tilida men hali ko'rmadim. Mana men 3-tartibli determinantni yozdim. Ixtiyoriy determinantni yozsangiz bo'ladi. Keyin men shu yacheykada mana shu funksiyani topdim. M opret. Bu rus tilida matrisaning определители. Keyin men shu massivni belgiladim. Men shu massivni belgilaganimda keyin mana shu ramonni bosish kerak-ku. 3 ta klavishiga birdangina bosish kerak. Ctrl Shift Enter. Bosganingizdan keyin mana shu son chiqadi. Mana shu determinantning qiymati 50 ga teng. Nimadir ne to bo'lsa, bosganingizda hech narsa chiqmasa, mana shu narsa kiritganingizda mana shu determinant qiymati mana shu yerda topsa bo'ladi. Tushunarli? Tushunarli. Tushunarli. Tushunarli emas bo'lganda, keyingi safar yozsangiz, men shu narsani men Excel'da o'zim ko'rsataman bir nechta marta. Chunki определительdan tashqari matrisalar bilan ham Excel'da ishlasa bo'ladi. O'zini tekshirish uchun. Bizda nima qoldi? Birinchi tartibli determinantni tushuntirdim. Ikkinchi, uchinchi tartibli determinantni tushuntirdim. Xossalarni misolda ko'rsatdim. Endi so'z bilan harakat qilaman aytishga. Mana shu yerda determinantning xossalaridan birini ko'rsatdim. Mana shu ikkita ustunni joylar bilan almashtirsak, determinantning ishorasi o'zgaradi. Bu ham xossa. Birinchi xossa. Men shu yerda nima qildim? So'z bilan qanday aytsa bo'ladi. O'zbek tilida yozishga erindim, to'g'risi aytsam. Lekin xossani yozdim. O'sha xossaga birinchi emas, ikkinchi yoki uchinchi misolni ko'rsatdim, ikkinchi tartibli determinantda ko'rsatganimda. Agar determinantda qatorlar emas, satrlar va ustunlar joylari almashtirsa, determinantning qiymati o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Ishorasi. Men qator satrlarni ustunlarga almashtirdim. Mana shu birinchi satr, birinchi qator bo'ldi. Birinchi ustun deb bo'ldi. Ikkinchi satr, ikkinchi ustun bo'ldi. Uchinchi satr, uchinchi ustun bo'ldi. Satrlar va ustunlar joylar bilan almashtirildi. Determinantning qiymati o'zgarmadi. Ikkinchi ustun, ikkinchi xossa, uzr. Menga qiyin. O'zbek tilida shuncha gaplashish. To'g'risi aytaman. Shu yerda nima o'zgardi? Shu determinantda. Ustunlar qatorlarga o'zgartirilgan. Yo'q. Shu oldingi determinantda ustunlar qatorlarga o'zgartirildi. Shu determinantda nima qilindi? Ishoralar o'zgartirilgan pastdagi. Yo'q, ustunlar almashtirilgan. Nimaga ishora o'zgardi? Nima bo'ldi? Birinchi ustun, Birinchi ustun, ikkinchi ustunga almashtirilgan. Mana to'g'ri aytdinglar. Birinchi va ikkinchi ustunlar joylar bilan almashtirildi. Yoki ustunni, yoki ikkita ustunni, yoki ikkita satrni joylar almashtirilsa, determinantning qiymati o'zgarmaydi, faqat ishora o'zgaradi. Yo'q, qiymati ham o'zgaradi, ishorasi o'zgaradi. Uchburchak xossasiga ko'ra joylari o'zgartirilganda menimcha. Yo'q. Men qarang, A1 2
Bu ikkinchi ustundan ketdi. Birinchi ustunga. A2 ham. A2 2. A3 2 ham. Mana shu ikkinchi ustun birinchi ustun joyiga ketdi. Birinchi ustun ikkinchi ustun joyiga ketdi. Ikkita ustun joylari bilan almashtirildi. Determinantning ishorasi o'zgardi. Bu ikkinchi xossa. Uchinchi xossa. Buni qanaqa aytsa bo'ladi? Shu yerda nima yozdim? A11 kichik harf yozdim, A11 katta harf yozdim. Katta harf nimani belgilanadi? Element uchun nima bo'ladi? Determinant, ixtiyoriy, ustun yoki satr elementlarning mos bo'lgan ko'paytmalar yig'indisiga teng. Aytdim-ku, yozishga erindim. So'zlar bilan hozir aytdim, tushunarlimi yo'qmi? Ha, tushunarli. Men birinchi qator bo'yicha ochdim determinantni. Birinchi satr, uzr, satr yoki qator bir xil narsa. Birinchi satr bo'yicha ochdim. Bu satr yoki ustun bo'yicha ochdim. Satrda qarang, elementlari A11, A12, A13. Indeksda birinchi nimasi o'zgarmaydi. Birinchi joyda turgan raqam, ikkinchi joyda turgan raqam o'zgaradi. Birinchi, mana shu A11, birinchi raqam bu satrning adresi. Ikkinchi bu ustunning adresi. Samandar, endi o'chiring yozganingizni. O'chira olasizmi yo'qmi? Yozishga o'rgandingiz, o'chirishga ham o'rganing. Hozir ana. O'rgansanglar mayli. Kerak joyda chizsanglar u ham mayli. Xafa bo'lmayman. Bu yerda qarang. Ohabek bu nima? Ha, Ohabek o'chirdi. Endi Samandarga tushuntiring, qanaqa o'chirsa bo'ladi. Asta straight degan narsa yozilgan. O'chirgan. Uzr, men tekshirib ko'rayotgandim. Mayli, birinchi ma'ruzada men ruxsat beraman. Keyingi ma'ruzalarimda faqat kerak joyda chizsangiz xafa bo'lmayman yoki yozsangiz. Mana shu determinantni men ikkinchi ustun bo'yicha ochdim. Tushunarli? Mana shu ikkinchi ustunda ikkinchi raqamlar o'zgaradi. Mana 1, 2, 3. Hozir 1 minutda 2 minutdan keyin yana kiramiz. Oxirigacha tushuntiraman.